Demak, biz onamizga o'sha boladagi bo'sakkina yoqar ekanmiz degan holatda ish yuritardik va shu kamchilik etganlarida o'sha ishni qilmaslikka harakat qilardik. Ustoz, sizni ham ota-onangiz boshqa bola bilan solishtirishganmi? Hamma ota-ona singari qo'shnini bolasi bilan, masalan, yoki bo'lmasa gapdagi dugonalarning farzandlari bilan solishtirishgan. U vaqtda yoqmasdi. Hech qaysi bolaga solishtirish yoqmaydi. Lekin bilasizmi, bu bizga katta motivatsiya bo'lardi. Biz o'sha bolaga o'xshashga harakat qilardik. Hozirgi bolalar o'sha bolani yomon ko'rib qoladi, bilasizmi? Solishtirilayotgan bolani. Hozirgi yoshlar shunaqa. Demak, biz onamizga o'sha boladagi bo'sakkina yoqar ekanmiz degan holatda ish yuritardik va shu kamchilik etganlarida o'sha ishni qilmaslikka harakat qilardik. Hozirgi bolalar teskarisini qiladi. O'sha bolani yomon ko'rib qoladi va umuman u qilayotgan ishni qilmaslikka harakat qiladi. Solishtirish yaxshi, to'g'ri solishtirishni bilish kerak. Qadriyat bor-da hamma oilada va u turlicha hamma oilada. O'sha qadriyatlarni solishtirayotganda qarab, bu bolada mana bu qadriyat bor ekan. Senda ham mana shu qadriyat bor bolam. Shunaqa qadriyatlaringni ko'rsatib bersang, biz adang bilan rosa xursand bo'lamiz. Hech qanaqa uni ustuvorligi, buni kamligini ko'rsatish kerak emas bolaga. Balkim sen ham qila olasan, erishasan, biz senga ishonamiz degan ishonch berish kerak.